okul işi bilen tikemiz, halat tikemiz, futbolga tikemiz, köpçelik, polo tikemiz. Bunu ben yürekten aytamam. Yakın 22'leri, rasbaşları, overlockları, robot maşinalarımız var bilesiz aşağıda. Yani pilota robot maşinamız var. Assalomu alaykum. Biz bugun Berezani Andijondagi Qorasuv filialiga tashrif buyurganmiz. Ushbu videoda siz bu filial qachon tashkil topgan, qanaqa kiyim-kechaklar ishlab chiqariladi, bir kunda qancha ish tikish mumkinligi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Agarda siz kelajakda tikuv fabrikasi ochmoqchi bo'lsangiz, ushbu video sizga as qotishi aniq. Bu fabrikada 1,5 yildan beri ish faoliyat yuritaman. Yaxshi fabrikamiz. Jek mashinkasini qachondan beri ishlatasiz? Shu o'yinda ochiq ishlataman-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Hop, bu yerda siz kim bo'lib ishlaysiz? Men bu yerda bosh masterman. 9 yildan beri ishlayman. 5 yildan beri bosh masterlik qilaman. Hop, bu yerda asosan qanaqa mashinkalar ko'p ishlatasizlar? Biz bu yerda asosan jek mashinkalari ko'proq ishlatamiz. Hozirda yangi nimalarni ham olib kelganmiz. Qanaqa оборудование olib kelgansiz? Hozirda olib kelgan mashinalarimiz pologa pat qo'yadigan mashinalar olib keldik. Ishtonga flota jepli ko'mpak qo'yadigan mashinkalarni olib kelganmiz. Zo'r. Shu olib kelgan mashinkalar sizlarni ishinglarning sifatini qanchaga ko'tarib beryapti deb o'ylaysiz? Sifatimizni a'lo darajada ko'tarib beryapti. Son foiz sifatida ayta olasizmi? Yaxshi 100% ko'tarib beryapti. 100% ko'tarib beryapti. Mashinkamizning choklari sifat haqida, servisi ko'p buziladimi yo'qmi? Shu haqida hozir gap. Mashinkamizni sifati yaxshi, servislari ham yaxshi, unaqa buzilmaydi, yaxshi ishlaydi. Sizlar asosan eksportmi yo ichki bozormi? Biz asosan eksport qilamiz. Ichki bozorga Ichki chiqadimi? bozorga chiqmaydi ishimiz. Qaysi davlatga eksport qilinadi asosan? Rossiyaga eksport qilinadi. Rossiyaga. Hozirda mana Yevropaga ham, Nyu-Yorkka ham eksport qilganmiz. Gap yo'q, rahmat. Assalomu alaykum abi, yaxshimisiz? Hop, O'zbekistonga xush kelibsiz. O'zbekistonda bu Qorasuv filialida necha yildan beri ish yuritasiz? Aleykümselam, hoş bulduk. Ben Özbekistan'da 2018 yılından beri şu yerdeyim. Yani toplasan 8 yıl buladı. Ama 4 yıl şu yerde bir yüze grubun Andıcan bir Karasu'da şu yerde ben 4 yıl buladı. Gül ablam 3. etajın başması buladı. Nevruz ablam 2. etajın başması buladı. İşçi sahanımız 460 da oladı. Burada mesuliyet okul işi bilen tikemiz, halat tikemiz, futbolga tikemiz, köpçelik, polo tikemiz. 12 ayda en kem 4,5 milyon. Yani aylık 350 bin, 400 bin tane de iş tikemiz. Maşinalarımız ise yakın maşinaları. Bunu ben yürekten aytamam. Yakın 22'leri, rasbaşları, overlockları, şablon maşinalarımız var. Biz jek mashinalarimiz, deyarli hamma mashinamiz jek. Bizga nihoyatda sifatli qilib ishlatib beradi. Choklari juda ham yaxshi, boshqa nimalarga ko'ra yaxshi ishlaymiz jek bilan. İşimiz juda sifatli chiqarib beramiz. Chok sifatlari yaxshi, servis ko'p buzilmaydi. Yo'q. Agar muammoli bo'lsa, o'sha servisdan chaqirsak, tez keladi-da, ular chiroyli qilib beradi. C6 yani rastan sıfatlı. En kem 10 ta adamın yani 10 ta cevherin işini kıladı şu makine. Hem sıfat hem adamı kemeğini yani keme etmekte bir oladı. Necha yildan beri tikuvchilik qilasiz? 6 yil bo'ldi. Hop, jek mashinkasini qachondan beri ishlatasiz? Bu shu 5-6 yildan beri ishlataman buni ham. Hamma yo'g'i yaxshi, tezligi ham yaxshi, sifatiga javob beradi. Tekstillar hamma mashinalar jek, ko'p.
Ana endi dazmolchilardan ham intervyu olamiz. Assalomu alaykum, Xormay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kelinglar. Hop, bu fabrikada qachondan beri ishlaysiz? Bu fabrikada 1,5 yildan beri ish faoliyati yuritaman. Yaxshi fabrikamiz. Mahsulotlari ham juda yaxshi, sifatli. Mashinalarimiz ham sifatli. Hop, bu fabrikamizga M5 shablon mashinkasi hamda MG80 mashinkalarini qo'yib berganmiz. Hop, MG80 mashinkamizni M5 bilan farqini aytib o'tadigan bo'lsak, M5 mashinkamiz lazerli, MG80imizni mana ko'rishingiz mumkin, pichoq qo'yilgan. Bu nima uchun pichoqli variant olingan? Bu fabrikamizda oq mato yoki bo'lmasam lazer bilan keskanda lazer kuydirib qo'yadigan matolarni o'zini mana shunaqa pichoqli mashinka bilan kesib ishlatish uchun qo'yilgan bu mashinkamiz. Hamda ko'rishimiz mumkin, M5 dan buni diapazoni ozgina kattaroq hisoblanadi. Keyin bu fabrikamizga mana zagotovka stol qo'yilgan. Buni zagotovka stolimizda o'zini havo joyi bo'ladi. Havo bu mana cho'ntak, qoplama cho'ntak, shunga o'xshash narsalarni ishlatishga kerak bo'ladi. Buni razmeri oddiy mashinkanikidan kattaroq bo'ladi. Hamda mana bunaqa o'zini qolib qo'yib turib zagotovka qilib ishlatishimiz uchun stoykasi bor. Mana bu yerda ishlarni qo'yish uchun joyi bor. Bu ishni yana ham tezlashtirib beradi. Ya'ni qanday tikuvchi mana bu yerda zagotovka qilib tayyorlab turadi, ungacha mashinka tikadi. Qolipni almashtirib ishni tezlashtirishga bu ancha yordam beradi. Agar qoplama cho'nchak tikadigan bo'lsangiz, mana bunaqa stoldan olib ikkita qo'yishni tavsiya beramiz. Ya'ni bir tomon o'ng tomon, bir tomon chap tomonda ikki chekkada ikkita tikuvchi zagotovka qilib mashinkaga qo'yib berib turadi. O'sha qo'yib mashinka tikkuncha ikkinchi qolipni zagotovka qilib ishni samaradorligini, sifatini yanada ham oshirishingiz mumkin bo'ladi. Agar xuddi shunaqa mashinkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz yetkazib beramiz. Bulardan tashqari J6 tikuv mashinkasini ham xarid qilishgan. Hozir sizlar bilan birgalikda J6 ni ishlatayotgan tikuvchidan intervyu olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, Xormay, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu mashinkani qachondan beri ishlatyapsiz? 2 haftadan oshdi. Cho'ntak sonimizga qarab soatlik 50 tagacha chiqyapmiz. Bir kundachi? Bir kunda 300 ta, 250 ta shunaqa. Chok sifatlari qanaqa ekan? A'lo darajada. Oldin bunaqa mashinka ishlatganmisiz yo ishlatmaganmisiz? Yo'q, birinchi marta.